Assalomu alaykum aziz kanalimning muxlislari, YouTube qatnashchilari, Facebook qatnashchilari. Sizlarga bugun Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar Mufti Shayx Muhammad Yusuf Mufti Shayx Muhammad Yusufning sharh va tafsirlaridan o'qib bermoqchiman. Marhamat. Iymon keltirgan, hijrat qilgan, Alloh yo'lida jang jadal qilganlar Alloh rahmatidan albatta umidvordirlar. Alloh juda ham mag'firatli zot, rahmli zotdir. Uzoq kim bo'lmasin iymon keltirsa, kim bo'lmasin dinini saqlasa, kim bo'lmasin hijrat qilsa, jihod qilsa, Alloh rahmatidan albatta umidvor. Alloh rahmati ularga bo'ladi inshaalloh. Baqara surasi 218-oyat. Mushriklarni iymon keltirmasa nikohimizga olib yurma. Mo'min qul mushrikdan yaxshidir. Mushrik do'zax o'tiga chaqiradi, Alloh esa jannatga chaqiradi. Nikoh insoniylikda eng muqaddas narsa sanaladi. Qalblar birlashadi, aqida birlashadi. İnson hayot yo'lini belgilovchi o'lchov diniy nuqtai nazardir nikoh. Islomda buzuq ayolga uylanish man qilinadi, mushrik erkakka turmushga chiqish man qilinadi. Baqara surasi 221-oyat. Ayolingiz ekinzorlaringizdir. Ularga yaxshilik qiling. Allohga taqvo qiling, zotga ro'para bo'lishingiz bor. Izoh. Er xotin o'rtasida hassos nozik nuqta bor. Qur'onda shunday vasf qilinadi. Er xotin bir-birining libosidir. Allohdan qo'rqing, taqvo qiling. Maqsad g'oya esingizdan chiqmasin. Baqara surasi 223-oyat. Kim taloqni qasd qilsa, Alloh eshituvchi, bilguvchidir. Izoh. Agar xotiniga yaqinlashmoqchi bo'lib, qasam ichib, erkak 4 oy ichida yaqinlashib qo'ysa, unda nikoh voqi bo'ladi. Faqatgina o'sha qasamni buzgani uchun jarima to'laydi, tovon to'laydi erkak. Baqara surasi 227-oyat. Alloh tilingizdan behuda qasam uchun jazolamaydi, balki dilingizdan chiqqan qasam uchun jazolaydi. Alloh mag'firatli halim zotdir. Uzoq. Behuda qasam til o'rganib qolgan qasamdir. Bu qasam 3 xil bo'ladi. Birinchi behuda qasam, ikkinchi qasam bilib ataylib yolg'ondan qasam ichish. Bu qasamga albatta istig'for tavbasi talab qilinadi. Uchinchi niyat bilan qilingan qasam. Niyat bilan qilingan qasam kelajakda ishni qilamiz yo qilmaslikka niyat qilinadi. Baqara surasi 25-27-oyatlar. 26-27-oyatlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida rivoyatlardan, hadislar, donalar bisotidan va xalq hayot chig'iridan o'tgan muborak o'gitlardan. Devocha, maqtanchoqlik albatta orzuni majoqlaydi. Temir intizom, mas'uliyat, xolislik, ziyraklik, adolat, diyonat, ijtimoiy jamoatchilik yutuq sari yo'l ochadi. Azob keltirmaydigan yagona muhabbat bu Allohga muhabbatimizdir. Qalbing qancha sinsa ham unutma, Alloh siniq qalblar bilan birgadir. Ota qizi farzand ko'rguncha yetimdir, ona esa yolg'izdir. Zulmning javobi tez keladi. O'qday. Ikki narsa tez yechim topadi. Zulm va adolatsizlik. Nihoyatda jazosi tez. Alloh tarafidan. Puling bo'lsa insonlar seni taniydi, yaxshi taniydi. Puling bo'lmasa sen insonlarni yaxshi taniysan. Tasodiflar tasodifan bo'lmaydi. Albatta Alloh xohish irodasi bilan, izni bilan bo'ladi.
Ayol Allohning erkakka bergan tuhfasi, erkak bu hadyani butun umri bilan o'ylashi kerak. Birinchi payg'ambarimiz odam otadir, oxirgi payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muhammad payg'ambarimizdir. Birinchi islomga kirgan erkaklardan Hazrati Alidir. Radhiyallohu anhu. Ayollardan Hadicha onamizdir. Alloh bandasiga yaxshilik xohlasa, boyligini o'z nafsida qo'yadi va taqvosini qalbiga joylaydi. Faqir kambag'alga past nazar bilan qaramang. Ular jannat qurollaridir. Baxtli yashayman desang, albatta o'tgan gaplarni unut, o'tgan muammolarni unut. Agar sen eslasang, Alloh ham eslaydi. Baliq ko'l otini, ayol er zotini chiqaradi. Yuragimizning har urush zarbasi manzilimizga bir zarba kamayotganidan belgidir. Itning sadoqatligi emas, suyak talashishi odamlarga o'xshab ketadi. Dunyo misoli jinnixona. Birov tillasini sotib mol oladi, birov molni sotib tilla oladi. Alloh buyukligini his qilib yashasang, doim qayerda bo'lmagin, Alloh seni o'z panohida saqlaydi. Muhammad bormasa toq keladi. Kim jahd qilib Allohdan yordam so'rasa, istig'forni ko'p aytsin. Alloh o'z fazlidan uning xayoliga kelmagan narsalarni beradi. Bir ishni o'zim qildim deb aslo maqtanma. Alloh agar xohlasa, hatto qo'lingni ham qimirlata olmaysan-ku. Birinchi yolg'on gapirgan shaytondir, birinchi odam o'ldirgan Hobildir. Odam ota o'g'li. Zulmatning oxiri razillikdir. Hayot go'yo sahnadir. Rol qancha vaqt ijro etishingga emas, bog'liq emas. Qancha olqish olishingga bog'liqdir. Iymon ilohiy ta'limotni tanlab tatbiq etish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, inson bandam 3 narsadan qutula olmaydi. Hasad qilsang zulm qilma. Badgumonlik, haqiqiy gumon bor savob, soxta gumon bor gunoh. Va ilmga beparvo bo'l. Ota ruh, ona tana, onani muqaddas qilgan otaning olami. Ota tosh, ona jannatdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Allohning xulqi bilan xulqlaning. Sizda mehribonlik bo'lsin, rahmdillik bo'lsin. Sifatlar ko'rinib tursin. Alloh kecha-yu kunduz doim faoliyatda, harakatda. Barcha tirik jonzot undan madad kutadi. Qilibsan yaxshilik hech etma minnat, ketar zoya hamma ehson inoyat. Kibrlanma ey odam, boshing osmonga yetmadi-ku, oyog'ing yerga kirib ketmadi-ku. Bor yo'g'i bir tuproq mahsulsanda, yer tuproq vazmin, hoksir, ulardan ibrat ol. Muammoni quruq gap bilan yechib bo'lmaydi. Albatta, faktlar, dalillar, isbotlar kerak. Inson juda ko'p qadriga yetadigan kam. Xasisdan qishloq qor so'raman, deydilar. O'tma nomard ko'prigidan qo'y oqsin suv seni. Shukr banda yo'lidir. Har ne'matga yo'liqqanda albatta Allohga shukr ayt. Odamlar bir-biri bilan bahslashganda haqiqat tug'iladi. O'ta mehnatga berilib, o'zingni o'ylamay ishlasang, halokat jarislari ko'zini yumib borayotgan odamga o'xshaysan. Insonning eng yaxshisi doim yaxshilik bilan javob beradi. Mavhumlik, g'aflat, yalqovlik, ko'ngillik va g'aflatdir. Yomonning qalbini yaralamoqchi bo'lsang, ochiq chehra bilan kutib ol. Ilmli, iymonli zotlar Robbimiz nozil qilgan Qur'onni albatta haq kitobligini
Qur'oni Karim albatta haq kitobligini Alloh qudrat va hamdga loyiqligini bilardilar, yaxshi biladilar. O'zini maqtaganni albatta tark et. Eng yomon illat odamlarni bir-biriga gilgilash, urishtirish. Juda azobi qattiq buni. Bunday paytda sukut qo'l keladi. G'alaba keltirmaydi, g'alabani g'alaba keltiradi. İnson bir-biri bilan birodar, garchi jafo ko'rsang ham sodiq bo'l, fe'lingni keng qil. Xayrli ish qal'adir. Ayol gapini eshitib, teskarisini qil. Kim insonga rahm qilmasa, Alloh unga rahm qilmaydi. Ko'z ko'rganini sevmaydi, sevganini ko'radi. Tili har xil odam, tili har xil odam 100 ta tilni bilsa ham tilsiz odamdir. Sirli narsa sukut saqlaydi va haybatli bo'ladi. Yig'lama, hammasi ortda qoldi-ku. Tabassum qil. Shodlik oldinda hali. Muhabbat bo'lib bir joyda, mukammal bo'lib bir joyda turmagin. O'tirgan qo'ylar yurgan daryo deydilar. Xatoli qadam tashlasang ham yurib tur. G'alaba sabr bilan birga, shodlik g'am bilan birga. Hammasiga qiyinchilik bilan erishiladi. Azizlarim, shu bilan bugungi ijodiy sahifamizda bura ijodiy sahifa rivoyat. Masjid imomi oldiga bir kishi kelib, menga Imom Azamni o'rgating debdi. Imom rozi bo'libdi. Uni ikkalasi havuz bo'yiga borishdi va qo'qqisdan imom uni havuzga itarib yubordi. Qizchillasi emasmi? Havuz suvi yupqa, muzlagan. Haligi odam suzishni ham bilmaykan. Suvga lop etib tushib, dod-voy qilibdi. Odamlarni yordamga chaqiribdi. Qani endi birov qarasa, kelsa. Atrofda imomdan boshqa hech kim yo'qmish. Imom hatto qayrilib ham qaramabdi. Havuz labiga kelib, endi chiqaman desa, oyog'i toyib, yana guppa yiqilarmish. Rangi ko'kimtir toblab, juda ham yaxlabdi. Tishlari takkilay boshladi. 5 daqiqa o'tgach, imom havuzga yaqinlashibdi. O'limiga rozi, ko'zi yetgan bayqush odam endi jon jahdi bilan Allohga yalinarmish. Allohim, Xudojon, rahming kelsin, o'lib qolmayin. 5 ta bolam bor. Faqat sen yordam berasan, sendangina yordam kutaman. Mehribonim debdi. Alloh uni eshitdi va sababchi qilib imomni jo'natdi. Imom uni havuzdan tortib olibdi. Imom Azamni o'rganding, Allohdan o'zga hech kim yordam bermasligini bilding-ku debdi imom. Tamam. Shingil hikoyalar. Baba o'g'illarni uylantirmoqchi bo'libdi. 2 o'g'li ham shaharda o'qir ekan. Bizlar yo'q, shaharlik olamiz deb oyamtirab turibdi. Yo'q debdi baba o'jarlik bilan. Qishloqdan olasan. Qishloq qizi go'shillab ketmon ursa, yerni ag'daradi. U polvon. Shaharlik qizing ketmon uraman desa, ketmon bilan birga uchib ketadi debdi. Ikkinchisi. Mardikorlar. Bir kishi bir uyga 2 ta mardikor olib keldi ishlatishga. Avval taom bad'at kalom deganday ikkalasiga ham 2 kasa mastava qo'yibdi, dasturxon to'shab 2 ta non bilan. Bittasi xo'rlatib, bitta non bilan bir kasa mastavani ichib bo'shatibdi. Ikkinchisi tuzib uyalib ichmay o'tirganmish. Uy egasi birinchisini qo'liga ketmon tutibdi, qayda ishlashni buyuribdi va ikkinchisini javobini berib yubordi. Nimaga shunday bo'ldi? Yana ikkala mardikor yigit bir hovlini taqillatibdi, darvozasini. Bir kampir chiqibdi. Mardikorimiz debdi, "Hay kiringlar" debdi. Kampir dasturxon yozibdi, surguch taom keltiribdi. Va debdi, "Go'mush sigirim bor, shu ro'zg'orimni tebratadi" debdi. Shunda yigitlarning bittasi, "Momo, shu sigiringiz erganak darchadan o'tayotganda paqqa tuqqani yorilib qolsa nima bo'ladi?" debdi. Momo juda xafa bo'libdi, uni quvib solibdi. Nega? Endi ijodiy sahifa. Bir qozoq yigiti xotini oy kuni yetib to'g'roq tutsa,
Rosa bakıp çakırıptı. Yüzünü başına koyardı. Eşik ağzına oturgan eri anasına kıtkırıptı. O şişe, yuh şişe. Al bak versen şu bıçaktı. Kesip da şey asfalttı diye. Şimdi şeriatta şerim yok da. Dedi uyandı. Ne yapmadık? Hırmı anam kıyas. Fatihalangan kız kallah oynakça kelipti kuyuğu. Kız yigitini yengeler hazırlıncılık bilen uğraşıp yakmahanı töreget çımıldak tutup kirgide bir var çıktı. Bir nece dakika ötkeç çımıldakla kızının kokusundan ters etip koyuvergen. Buzu kuyuğu şöyle bu ne bu deyip köksüge tıklattı. Naile uyanman gittiğine başlık bilen. Bilmeye kaldınız da şundayım mı? Kız uyarken kişi olup romanın için dişler başı uzattı. Yerine ters etip koyuvar. Kendine. Yigit oylap tadbir tüzüptü. Ahırı bir karara kelip gitti. Takdir etti. Takdirke tam girmek ilacı yok. Asalım zor iş oldu da. Ama bu ne yapmaktasını bizde cile pazar çatkan etti. Yürüyüm bu girişimde bir katta bir kapap gelemem. Satamız dedi. Kız yer tetip köyüne karaptı. Oo, kandı zora. Göz altın tılla üzükler, tılla tırgalar ötüptü. O, ne deydi? Azıcık ayıp yok da. Kız şundan keyin asla taç koymaptı. Her ne pulda. Zalim yer. Bir adam 6 marta uylandı. Kadını yardıma. Kanatıydı bu bulup kalarken. 2-3 yıl geç. Kadınları ahırı 7. kadınla uylandı. Opalar ukası gidipti. Hay uka canım, bereket tapkırlayım. Şu kadını hiç olmasa dereden kirgitgen, işkten emez. Elim şu depti. Ha depti ukası der gazap olup. Ontası ölçeyim işkten kirgemem. Tamam mı vesselam? Oradan yıllar ötüttü. Bu kadın şükür hiç öyle demezmiş. Ahır gep arasında eri çekin sorattı. Evvel kündaşların 2-3 yılda açmazdı dedi. Teyizdir. Ayaz zirahlik oradan turup elini koltuktan üstleyip ambarxanaga başladı. Erkek göz bilen koysun ki ortada katta kurulan tandır durganmış, içi tolla zar zapmış, dıkkıllap durganmış. Her urup sökkende bir şöyle ayol kelip, dert hasratını şu tandırga tökerken. Zahrını. Zahrım içimde kalgandan yüzümde kalsın degenler şu da. Aç kanada yapış olgan. Dar kılıdan eken de. Ayol düşmedi. Tamam. Azizlerim şu bilen bugünkü işleşimizden çıkardı. Sizlerge az yine makul olup sizler bir konularınızı kötersem, sizlerge makul olsun güzel özüm vakti sezerdim. Aman bolunuzlar.